Assalomu alaykum. Alaykum. Bu hayotga tayyormisiz? Tayyor bo'lsam kerak, shuncha yashaydi. Qayerdan bo'lasiz? Marg'ilondan, Farg'onadan. Joningiz sog' bo'lsin. Birinchi savolim sizga, ota-ona farzand tarbiyasida qattiq qo'l bo'lgani yaxshimi yo bolani o'zini holiga qo'ygani yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Vaziyatga qarab deb o'ylayman. Masalan, biz kichkinaligimizda yoki bizdan kattalar bilishadi, otalar juda ham qattiq qo'l bo'lgan. Otalarni oldida bolalar ortiqcha gap gapira olmagan. O'sha paytda hozirgidaqa jinoyatlar ko'p bo'lgan yoki yomon bolalar ko'p bo'lgan deb o'ylamayman. Bu meni o'zimning shaxsiy fikrim. Onalar baribir vaziyatga qaragan bo'lsa, lekin dadalar qattiq qo'l bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, ikkinchi savolim, ota-ona ham baribir o'zini ustida ishlash kerak, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz shuni? Harakat qiladi imkon qadar. Masalan, birinchi bolasini tarbiya qilgandagi xatolarini ikkinchi bolasiga takrorlamaydi. Bilib oladi, birinchi bolalar tajriba bo'ladi, iloji yo'q bu narsani. Shunaqa endi hayot qonuni. Hech kim birinchi marta ota-ona bo'lishida baribir oson bo'lmaydi menimcha.